Men sigaret chekmayman, lekin o'zimdan har doim gugurt olib yuraman. Ba'zida negativlarni ko'rib, o'zimni qo'yarga joy topolmayotganimda, zajgalkani olib qo'limga yoqaman va shunday deyman. Ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi, ey birodar? Sen oddiygina zajgalkaning oloviga dosh bera olmayapsan. Negativlar qanday qilib hasad oloviga dosh bersin? Shunday ekan o'zingga kel, ey birodar, o'zingga kel. Sen ularning gapi uchun harakatingni to'xtatishing kerak emas. Sening ko'tarib ketayotganingni ko'rib ular shunchalik yonib kelyaptimi? Bular senga motivatsiya bo'lishi kerak. Sen hozirgidanda ko'proq harakat qilib, negativlarning negativ yozishiga sabab ularning ongi pastligi ekanligini isbotlashing kerak. Agarda gaplarim to'g'ri bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada motivatsiya uchun rahmat aytib ketishni unutmang. Beni bırakıp gitme bir yere, gidersen unutursun dilerim.